Nima uchun bizni o'zimizni qishloqdan shuncha odam mana imtihondan o'tgan, hop mani o'g'lim o'tmabdi. Nima uchun o'tganlarni olmaydi? Men dedim, sizlar mani nima yosh bola qilyapsizlarmi dedim. Endi gapni qisqasi, ularni ishga olish maqsad emas. Ularniki assalomu alaykum mutasaddi tashkilotlar. Men Pop tumani 15-kasbiylashgan yong'in qutqaruv qismida 18 yil davomida ishlab keldim. Mana shu davom ishlab mobaynida mana hozirda pensiya ishlariga harakat qilib mana pensiyaga chiqmoqdaman. Pensiyaga chiqishimdan oldin men o'g'limni ishga joylashtirish maqsadida sizlarga murojaat qilmoqchiman. Bundan oldin o'zimizni tashkilotlarga, Popga, Namanganga, hamma haligilarga murojaat qildim. Hech kim meni murojaatimni e'tiborga olgani yo'q. O'g'limni imtihonga chaqirishdi. Imtihondan 5 sekund haligisiga 3 kilometrga yetmadi deb yiqitishdi. Birinchisidan, ikkinchisidan o'tgan. O'g'lim sportni yaxshi olib boradi. Mana shu o'g'limni ishga kiydish maqsadida men kadrlarga uchrashdim. Kadrlar bo'limida ham men bir necha bor yugurdim. Birinchi borganimda dispetcher xonada deyishdi, daftarni ro'yxatga oluvchi daftarni. U yoqqa tushdim. Birinchi kuni yoqqa tushsam, u yoqda yo'q. Keyin qaytib chiqib bordim. Kadrda o'zini oldida ham yo'q. Keyin shu bilan qaytib keldimda, ertasi kuni yana bordim. Ertasi kuni yana borganimda menga KPPdan daftar deyishdi. KPPga qaytib tushdim. Tushib keldimda KPPdan yana qaytib borib kadrga uchrashdim. KPPda yo'q u daftar. Kadrga uchrasam, kadr mana ekan deb ustolidan oldida mana menga yozishimiz kerak edi. Men dedim, sizlar mani nima yosh bola qilyapsizlarmi dedim. Endi gapni qisqasi, ularni ishga olish maqsad emas. Ularniki mana hozir bizda mana ikkita pensioner pensiyaga chiqdi. Pensiyaga chiqdi-da bizda ularga vakant berilmadi. Vakant berilmadi. Vakantni ular Pop tumanidan ikkita haligi yong'in o'chiruvchini, bittasini smena boshlig'i, bittasini yong'in o'chiruvchi qilib ishga oldi. Nima uchun bizni o'zimizni qishloqdan shuncha odam mana imtihondan o'tgan, hop mani o'g'lim o'tmabdi. Nima uchun o'tganlarni olmaydi? Mana Pop tumani 14-chastdan majburan G'urum saroyiga, Chorkesarga bo'lishib qo'yishyapti-da o'rniga. Bizga vakant yo'q. Bizni o'zimizni ham qishloqdan nechta imtihondan o'tganlari ham mana madaniyatda nechtasi o'tgan ham, o'tganlarni ham olishmaydi bular. Menga mana shunaqa ijobiy hal qilishinglarni so'rayman. Mani haligini tariximni kelib chiqadigan bo'lsa, mani dadam ham mana shu sohada shuncha yil ishlab mana shu haliginda pensiyaga chiqqanlar. Ular chiqqandan keyin men ishga kirganman. Endi meni ham o'g'lim mendan keyin ishga kirishini so'rayman.